Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrli obunachilar. Bugungi videoroligimiz Andijon viloyati Sharxon tumanida joylashgan, yana o'zimizning fermamizdan olib boryapmiz. Bugungi syomkamiz bitta jaydari buqamiz bor. O'sha haqida bo'ladi. Qachon kelgan va qanchaga ketadi, polniy ma'lumotlar beramiz. Hozir mahallaga tarqatiladi 125 mingdan. Xudo xolasa 125 ming deb turibmiz. Bugun so'yiladi. Bugungi sanamiz 26 mart hafta kuniga chorshanba. Ko'pchilik sanani aytib keting deyapti. Endi aytib ketamiz. Har videomizda aytib ketamiz endi. Bugun so'yilib ertaga tarqatiladi. Hozir o'sha buqamiz oldiga boramiz va to'liq ma'lumotlarni beramiz. Qolgan buqalar yotibdi. Bu yaqin bo'ladi. Akalar 1 yil bo'libdi u buqamizga hozir boramiz. 1 yil bo'lgan bo'lsa endi ancha-muncha hisob kitoblarga uzr so'raymiz. Videolarimizda xato kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa, bir qator mollarimizni ko'rsatib ketaveraylik. Ko'pchilik aytayapti, buqalarni bir ko'raylik deb. Mana shu holatdagi buqalar mana. Ko'ringlar. Endi taglari endicha turib tozalanadi. Obeddan keyin. Hozir bu soatimiz 3 bo'libdi. 3 dagi holat mana. Akalar buni sherigini sotgan edik, ancha bo'ldi. Mana shu jaydari buqamiz. Turgizib oling bobo. Mana shu polvonimiz. Mana shu holatdagi buqamiz. Taxminlar bildirib o'tasizlar, hurmatli obunachilar. Mana ko'ringlar. Nech kilo chiqadi va go'shtga nech kilo. Mana shu holatdagi buqamiz. Ko'ringlar. Taxminiy 570 kilo deyapman endi. Undan oshiq kelsa kerak, xudo xolasa. Bobo senga nechi? Ko'rchi. 570 kilo. 500. Hozir tortamiz. Tortganimizdan keyin 550, 560 chiqadi. 560, 550 deyapti. Ukamizning anaqasi. Taxmini. Ush. Mana akalar shu buqamiz mana. Ko'ringlar, qaddi qomatini. Bu menimcha 600 kiloga ham borib olishi mumkin. Xudo xolasa barakasini bersin. Bu buqamiz 1 yil bo'libdi olganimizga. Olganimizda videosini ham qo'yib qo'yamiz. Telegram gruppamizga qo'yib qo'yamiz, hurmatli obunachilar. Telegram gruppamiz silkasini kommentariyaga qadab qo'yamiz va qanday obuna bo'lishni video qilib e'tiboringizga havola qilamiz. Ko'pchilik Telegram gruppamizdan foydalanyapti. Hamma rahmat aytayapti. Ancha-muncha mollaringiz kasal bo'lsa ham o'sha yerda davolasanglar bo'ladi. Mollaringiz sotsanglar ham bo'ladi. Yana qanday maslahatlar kerak bo'lsa, chorva to'g'risida gruppamizga yozaverasizlar. Gruppamizni silkasini qo'yib qo'yamiz kommentariyamizga. Hurmatli obunachilar, Telegram gruppamizga qanday obuna bo'ladi, shu haqida qisqacha video qilib beramiz. Nima bitta videomizga bossanglar, kechagi kungi videomizga misol qilib aytamiz. Kommentariyasiga kirsanglar, mana fikrlar degan joy bor, 111 ta. Shu yerga bosganimizda shu holat bo'ladi, mana ko'rib turganingizdek tepada birinchiga qo'yib qo'yganmiz. Vodiy mol 94 ga bossanglar, mana Priyammo shu obunachilar uchun degan Telegram gruppamizga kiradi. Akalar, tarozi xizmatini ham chaqirdik. Bizi tarozimiz buzilib qoladi, to'g'risi. Shuning uchun tarozi xizmatini chaqirdik. Hozir yo'lda kelyapti. Kelguncha syomka qilyapmiz mollarni, mana. Qolgan buqalarimizni ham bir qator ko'rsatib beramiz hozir. Esinglarda bo'lsa, videosini ko'rganlar bo'lsa kerak, 1 yil oldin 9 million 200 dan olgan edik ekan. Ikkita buqa edi. Bittasi oqroq edi. Hozir qisqa videosini ham qo'yib qo'yishga harakat qilamiz. Buni sherigi mahallaga tarqatilgan edi.
Buni ham xudo xolasa Qo'rg'oncha mahallasiga so'yiladi. Mana akalar. 20-mart hafta kuniga chorshanba. Bugungi video roligimiz ikkita buqachamiz bor. Shularni oldik. Mana akalar, ko'ringlar. Mana shu buqa edi mana. Bu sherigi edi. Shular haqida bo'ladi. Bu birinchisi. Ko'ryapsizlar, hurmatli obunachilar. Ikkinchisi. Shularni hozir tortib mana shu taroziga qo'yib, qani necha puldan tushdi ekan. Mana shu buqamiz ko'ryapsizlar mana. Mana akalar. Videomizda xato kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa uzr so'raymiz. Mana shu buqa akalar. Like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bu mollarimiz to sotguncha syomka qilib. Mana shu buqa edi akalar. Telegram guruhimizga to'liq videosini qo'yib qo'yamiz. Akalar mana tarozi xizmati ham yetib keldi. Mana ko'ryapsizlar. Tarozi xizmati kerak bo'lsa pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Hozir tarozini o'rnatib tortamiz. Qani necha kilo qo'shgan ekan? Kelganda kilosini ham qo'yganmiz. Mana akalar keldi. Mana shu yerga qo'yamiz. Tarozini shu yerga qo'yamiz. Qolgan buqalar mana yotibdi mana. Tarozi tiklanguncha keyin video qilib qo'yamiz. Mana akalar. Mana yomonlari. Ko'z tegmasin. Nima sovuryapti-yu. Akalar, shu joyiga ham obuna bo'lib, like'lar bosib tursanglar, biz xursand bo'lamiz. Albatta like tekin bo'ladi. Qolganlarini keyingi videolarimizda ko'rishinglar mumkin buqalarimizni. Hozir ana shu bitta buqamizni tortamiz va borib ertangi videomizda xudo xolasa necha kilo go'sht qilganini aytamiz. Va bobo sen video olib tur endi, kel mehmonlar kutib olaylik. Javlonbek uzam keldi. Do'stim assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamang. Assalomu alaykum. Javlon aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Sizmisiz? Tinchmisiz? Charchamaysizlarmi? Yaxshimisizlar? Qanday ibtidoing? Ishlarimizga baraka bersin. Allohu akbar. Gap yo'q. Hozir yaxshiligida kelganda 1 yil oldin necha kilo bo'lgan? Akalar mana boshladik. Tarozi xizmati akalar mana 2 kishi kelib tortib beryapti. Mana akalar ko'ringlar. Qani boshladik. Bu nimada ketadi? Iptatyapsizmi yoki? Ha, arqonda ketadi, shoqidan. Shoqida ketadi arqonda. Shu bo'lganmi? Ha, mana osimi? Bo'ynidagi necha o'rasiz? Mag'dan yechanamiz ekan. Hozir akalar boshlaymiz hozir. Mana shu buqa ekan, obunachilar ko'ringlar-da. Shu buqa shu. 1 yil oldinga, asl 12 oy bo'ldi. Mashina necha kilo ko'rdingiz? 540 kilo. 540 kilo. Tarozichi oshnamiz Abdurahimjon ko'rish 540 kilo. Qani akalar necha kilo chiqar ekan ko'ramiz hozir. Guvoh bo'lib turasizlar. Bo'yini ham so'rashyapti-da, bo'yin nechga endi? Bo'y oshna so'rashyaptimi? Buni metr bor o'lchab beraman. Metr bor ekan, hurmatli obunachilar. Hozir talablarga binoan o'lchab beramiz. Haligi aylanam metrdan yo'mish qilib boshda. Kichik kaltaroq. Ha. Akalar hozir o'lchaymiz, necha metr qancha ekan bo'yi. Ko'pchilik so'raganlar uchun talablarga binoan bo'yini ham o'lchamaymiz akalar. Tarozi xizmatimiz xohlasa, Tarozi xizmati xohlasa kilolar o'lchab oladi. ha, metr, ha, tarozi xizmatida bor bu. 2-3 ta savolim bor. Akalar mana hozir o'lchaymiz. Obunachilar tortilgan jarayoni bor ekan. 1 yil oldin.
200 kilo bulutlar chiqar ekan. Maşallah. Obunachilarim 1 yil oldin shu bulutlarni obunachilar. 200 kilo bulutlar chiqdi. Bo'lmadi u tomondan oshna? U tomondan bo'lmadi? Yo'q, o'lchab olmam. Hali mutaxassis ko'ramiz. O'zini qanaqa tutasiz? Bo'yni o'lchayapsiz. Ha. Ko'pchilik so'rayapti bo'yiga. Bo'yi ham kerak ekan. Ka jonim. Bo'yi 1.35 ekan. Akalar 1.35 bo'yi. Xo'p, shu buqamiz obunachilar. Shu holatiga mana akalar. Oldin tortilganlar 200 Mana, kilo. akalar hozir boshlaymiz, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, Javlon Uz akamiz ham kelgan. Javlon akamiz. Mana akalar. Javlonbek Uzga ham obuna bo'lib qo'yasizlar kirib. Tarozi xizmatlari har doimgidek pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Mana akalar. Mana akalar ko'ringlar. Shu. Buni oldin o'tkazib olinglar. İftorlikni deb ko'rasizlar bu videoni. Hop, bismillah. Kel jonim. Kel. Kimi taxmini to'g'ri chiqarkin. Hop, kimlar kilo deyapti? Cha, bitta yangni chiqar ol. Chiqar. Hoppa, chiqdi. Mana bu malades. 560. Oo, yalan görüp. To'xtab. 5 kiloga adashgan ekan. 5 kiloga dash. 560 ko'raverdim men ham. 500 nechi kilo? 600 ko'raverdim. Akalar mana. Necha kilo? 565. 500 to'xtab turing. 565. Shoshmang. Nechi kiloga adashdingiz? 5 kilo. 5 kilo siz? Ha, mana meni 5 5 kiloga adashdingiz. Devor bo'lsa ko'chani ko'radigan bolalar o'tibsiz. Akalar 70 diyorlar. Bu yoqdan olsa ham Gap yo'q. 5 kilo. Yana 5 kilo. Akalar mana tortib oldik. 565 kilo chiqdi akalar. 40 kilo diyor. Och qorniga shuni e'tiborga olib qo'yasizlar. Ochroq qorniga, chunki so'yganimiz uchun o'zimiz tozalaymiz qorinlarni. Shuning uchun ochroq olib boramiz. Shu holatda akalar, hozir yuklaymiz bir yo'la aravaga. Yuklash jarayonini ham syomkasini qilamiz. Qani? Boshlaymiz. Ko'ringlar akalar, bu Jaydar emas, Qirg'iziston muqolari ham to'polon ko'ryapti. Uni ko'ringlar. Akalar biz borishimiz shart emas, mana yaqinlashtirib ham ko'ramiz akalar. Ko'ringlar mana. Shu joyiga mana. Hozir boramiz. Uzoqdan ko'ramiz biz akalar. Biz telefonimiz xudo xolasa uzoqda yaqinlashtirib ko'rsatadi. Yuklash jarayoni akalar. Akalar ko'ringlar, yomoni. Taxminlar bildirib o'tasizlar. Go'sht qancha chiqadi? Bitta sakra. Necha foiz berar ekan bu? Hurmatli obunachilar, buqamiz ham yuklab mana shu joyiga, mana shu joyda edi. Ko'ryapsizlar. Shu holatda hurmatli obunachilar, mana dezinfeksiya ishlarini olib boryapti mana. Mana. Ko'ryapsizlar. Xlorlab Xloriyalin aralash to'g'ri. Yana bir ikkita hali kasallikka qarshi narsalarni ham qo'shganmiz. hamma tomonlama. Qo'rqmasdan chaqiraverdi. Antimcha kasalliklar ko'pchilik aytadi, yetib boradi deb o'ylaydi-da. Tarozdan ilashib. Mana shu holatda polni, mana dezinfeksiya qilib qo'ydi. Mana ko'ryapsizlar. Do'stim, ketdi.
Ha. Tarozini buzish oson mana. Voy malades oshna, zo'r. Shu holatda tarozni yig'ishtirib ketishaveradi. Tarozi xizmatlariga telefon qilaverasizlar pastdagi nomerlarga. Asosiy ish yig'ishtirishda, to'g'rimi oshna? Ha, yig'ishtirish jarayoni. Yig'ishtirib tiklash jarayonida qiyin bo'ladi. Shu holatda. Bu xizmatda sizlar uchun. Mana bu yerda nomerlari ham bor. Ko'chma tarozi xizmati. Ko'ryapsizlar, 94lik 567 28 94 ga telefon qilaverasizlar. Mana akalar. Oyoqdagi telefon. Shu holatda mana. Telefon qilaverasizlar. Bu qolar sekin tinchlanadi endi. Ertaga xudo xolasa nech kilo chiqadi go'shi, nech foiz berdi, polniy ma'lumotlarni beramiz. Taxminlar bildirib o'tasizlar, hurmatli obunachilar. Qani qancha kilo go'sht qiladi? Polniy ma'lumotlarni ertangi videomizda ham beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz.